AQShning Eronga hujum qilishi Isroil va Saudiya Arabistonining bir necha hafta davom etgan lobbichilik harakatlari turtki bo'ldi. Bu haqda 4 manbalarga tayanib The Wall Street Journal xabar berdi. Manbalarga ko'ra, Saudiya valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon omma oldida diplomatik yechimni qo'llab-quvvatlashini bildirganiga qaramay, so'nggi bir oy ichida Trampga bir necha bor shaxsiy qo'ng'iroq qilib, AQShni Eronga zarba berishga undagan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu esa o'z mamlakati uchun mavjudlikka tahdid deb hisoblaydigan Eronga qarshi AQSh zarbalari berilishini uzoq vaqtdan beri ochiq targ'ib qilib kelgan. Birlashgan Arab Amirliklari sa'y-harakatlari Trampga Eron rahbariyati va harbiylariga qarshi keng ko'lamli havo operatsiyasini boshlashga yordam bergan. Operatsiyaning ilk soatlaridayoq Xamenei va bir necha yuqori martabali eronlik amaldorlar halok bo'lgan. Hujum AQSh razvedkasining Eron kuchlari yaqin 10 yil ichida AQShga bevosita tahdid solishi dargumon degan taxminlarga qaramay amalga oshirildi. Saudiyaning hujumga chorlashi Trampning maxsus vakili Steve Witkoff va kuyovi Jared Kushner Eron yetakchilari bilan yadro hamda raketa dasturi bo'yicha muzokaralar olib borayotgan bir paytga to'g'ri keldi.